Assalomu alaykum birodarlar. Mana bugun bir xayrli ishni yana bir boshladik. Xudo xolasa mana shu yerdan mana shu yerda ko'rib turgan joylaringizni tekislab, tojulga qarab bir ko'prik ochmoqchimiz. Agar Xudo xolasa ishlarimiz amalga oshib, ishimiz baror olsa, mana shu yerdan xalq foydalanadigan bir katta ko'prik qurmoqchimiz. Mana agar kimki shu ko'prikka hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, ishi bilanmi, puli bilanmi, nima bilan qo'ldan kelgancha yordam qilmoqchi bo'lsa, mana tagiga telefon nomeri bor, mana shu telefon nomeriga tushamiz, karta bor, shunga o'tkazsalaringiz mana Allohdan ajri bo'ladi. Bu sadaqa joriya. Payg'ambarimiz qasam ichib aytganki, sadaqa qilganlaring bilan mol-dunyolaring kamaymaydi deyilgan. Inshaalloh bu xayrli ish to qiyomatgacha shu ko'prik to ado bo'lguncha hammasi savobi tegib yotadi. Hamma og'ma savobi inshaalloh. Mana ko'rib turibsizlar, mana ish boshlangan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlar, bugun biz Xudo xolasa yana bir xayrli ishga qo'l urganmiz. Mana shu o'zimizning qishloqqa, Qizilnishon qishlog'iga, mana shu katta izbirga ko'prik qo'yib, shu yerda yo'lni qo'shmoqchimiz. Do'stlar, endi bu yerda bizda variantlarimiz borda, halol istaymiz degan fikrlar ham bor. Yo betondan qilib, ikki chekkasini beton qilib, lekin bu suv to'xtamaydi. Qishin yozin bu og'ib turadigan suv, bu zax suvlari, lekin bu to'xtamasligi oqibatida bizga sal ish taraflama qiyinchilik tug'dirib qo'yishi mumkin. Lekin biz inshaalloh ilojini topamiz. Shu yerda kattaroq qilib beton qilib, ikki chekkasini bunga beton qilib, ustini ham monolit qilib, chiroyli qilib beton qilamiz. Bu yerga buni pastga o'zimizning qishlog'imizda dehqon xo'jalik yerlari borda. Bu yerlar ham juda katta kenglik yerlar. Mana qarangizlar. Katta kenglik yerlar. Mana shu yo'l sal uzoq uchun shu yerdan biz maqsad qildikki, bir chiroyli ko'prik qilamiz deb. Mana shu to'g'ri yo'l shu meni uyimni oldidan biriladida. Yo'limiz sal yensiz bo'lsa ham inshaalloh bemalol bitta mashina kelib ketaveradi. Xudo xolasa mana tollar bor, chekkalariga tollarni ham hali ko'prik bitgandan keyin chekkalarini bitab chiroyli qilib yo'llarni ham sal kengroq qilib to'g'rilaymiz. Aslida o'sha yo'lni biz birinchi o'ringa mana shu yerga to'proqni olib kelib to'ldirib, endi beton qilib boshlasak, inshaalloh bu ishni bir boshlasak, kuch birlikda deydi-ku, birikkan holatda bo'lsak, inshaalloh bu ishni amalga oshiramiz, Xudo xolasa. Faqat sizlardan motivatsiya, qo'llaringizdan kelgancha shu yerga hissalaringizni qo'shingizlar. Mana shu yer, mana shu to'r birja qilib, o'g'onli qilib, qattiq materialdan buni ustini shunday javamiz. Kerak paytiga shunday ochib, yana tagiga kirib tozalab qo'yib yuboradi. Lekin buni tamomga kirib ketdi. Bu mana endi ketdi. 18 mashin. Yana kamiga 50 talar kerak, 50 ta. 50 mashin, 40 mashin, 50 mashin to'rtmoq kerak mana. Keyin sement kerak, 100 xalta sement kerak, kamiga 100 xalta. 5 metr beton bo'ladi, 5 metr qalinlik. Buni ko'ryapsizmi, Naimjon? Poyzul borku, poyzulni bu yoqdagi yer qatari bo'lish kerak-da, mana lukka.